Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Coral Drive darsimizda disko shahrini yasashni o'rganamiz. Готовить deyilishini tayyorlashni o'rganamiz. Oq qora tasvirda berilgan ko'ryapsiz. Mana bu holatda ham turib bor. Hozir ko'rsatamiz, qarab o'tamiz. Yorug'ligini va hozir tayyorladim dars uchun. Ataylab mana bunday ko'ryapsiz, rang-barang. Xohlasalaringiz qora qilib tayyorlab beringlar, xohlasangiz bunaqa rangli qilib. Misol uchun endi hozir ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam video shoshni ustiga qo'yamiz mana bunday. Oxirgi ishimiz shu edi. Tushuntira oldim degan umiddaman. Endi buni rangda bunday narsa chiqarish uchun albatta mana bunaqa narsalar chizilishi kerak. Buni o'sha darajani ko'rsatamiz. Buning uchun yana bitta plus bosamiz o'rtoqlar. Bitta aylana ushlab olib, Ctrl ushlab dumaloq chizamiz. Qo'yib yuboramiz. Chiqinchiroq tugmasiga bosib rangini berib olamiz o'rtoqlar. Keyin mana bu yerda o'chirib hozir 65 qilamiz. Mana. Keyin mana bu yerga kiramizda o'rtoqlar, do'q bir bo'ladi. Do'qtuvchini liniyani bosamiz. Mana bu yerdan turib bunday tortamiz. To'g'rimi to'g'ri qilib. Buni rangini chiqartirib o'tamiz. Qo'ydik mana. Ctrl uzunroq qilaylik. Yaxshi, tushunarli. Keyingi qiladigan ishimiz mana bu yerdan kirib mana bu buni ichiga kirib vertikani ham bitta bosamiz. Endi bo'lmay qoldi hozir. Vertikani mana bu liniyadan bu liniyaga tortamiz o'rtoqlar. Qo'yib yubordik. Mana 20 tani berdi. Keyin mana vertikaniyasi asosiy put. Ya'ni bu liniyadan mana bu liniyaga dumaloq qilib shakllar olib beradi. Zapislar albatta ko'rib amalda bajarasizlar. Keyin qiladigan ishimiz mana bu stakan bitta bosamiz. Oq liskga bitta bosib mana bunday ko'rsatib olamiz. Ctrl C, Ctrl V. Bu tushib qo'yamiz bu tomonga. Yana bitta bosib bunday aylantirib olamiz. Yaxshi. Misol uchun deylik. Keyin Ctrl K obyekt deydi. Obyekt ichida Ctrl mana K tavazan buni alohida ajratib oldik. Uni nima deydi? Doirasini o'chirib tashlaymiz. Boshda qo'shilib cho'pi olib tashlanish kerak bitta liniyasi. Bunday qo'yishni buni bunday bosamiz. Effektni razделить bosamiz. Endi pastga tashlasak, mana ko'ryapsizmi? Cho'pchasi bor. Alt tush olib turib, ekranga bitta bosib qo'yib, alt tush olib turib ko'rsatsak, o'rtada doirasi kerak edi. O'shaning buni o'sha turga qo'yib qo'yamiz, kerak bo'ladi. Oxir ko'rindi mana. Ikkita cho'pini, ikkita liniyani cho'p desak ham bo'ladi, xohlasangiz. O'zim dehqonchilik tushuntiryapman, buni olib tashlaymiz. Olib kelamiz. P-ni bosasiz, lotindagi. Buni olib kelib P-ni bosib qo'yib beradi. Keyin nima qilasiz? Mana kataklarga bor-ku, ko'ryapsizmi kataklar?
mana shu kattagilarni har bittasini kattagini mana bu tagidagi ranglar borku, yoki mana bu yerda yonboshda turadi. Bu yonboshda. O'ng tomonda yoki tagida turgan ranglar bilan bosib ichini ko'k rang berasiz. Shuning uchun intellektualniy zaливkaga kirasiz mana. Boshasiz. Mana bitta bosasiz. Misol uchun deylik, buni ko'rsatib beraman. Qolgan shunday to'ldirib berasiz. Har bittasi endi juda ko'p vaqt oladi, lekin to'g'ri, to'ldirish juda ko'p vaqt oladi. Iloji yo'q, lekin qilish kerak. Imkon darajasi. Buni bosasiz, ketdi. Mana shu paqircha yaqincha tushuntirganda intervyu zaливka knopkasi instrument bosilgan bo'lishi kerak. Keyin masalan har xil ranglar qo'shib aralashtirasiz. Menga o'xshab. Ko'rsatdim boshida mana ikkinchi listdan, uchinchi list mana. Xuddi mana shunday har xil ranglarga to'ldirasizlar. Tushuntira oldim? Ranglarga bunday to'ldirib chiqib qo'y. 4-chi list edi. Shu bunday qilib har bitta katakni bittadan erinmasdan to'ldirib chiqasizlar. Stranica bo'limiga o'tamiz. Masalan, bu yerda qolib ketdim. Keyin masalan, buni bitta bosasiz, işte kayfiyatiga qarab bosib ketaverasiz. Mana albatta mana bosilgan bo'lishi kerak bu knopka. Ketdi bu yoq. Shunday qilib hamma tomondan mana shu liniya oraliqlarga hammasi to'ldirilsin. Tushuntira oldimmi? Menda уже tayyor-ku, men tayyor bo'yicha sizlarga ko'rsatib beraman. Hozir agar men buni to'ldirsam, xuddi mana bu listda mana yerda to'ldirganman. Bunday to'ldiradigan bo'lsam, juda ko'p vaqt ketadi. 2 soatdan oshiq ketib qoladi zapisim uchun. O'sha yerda o'zida ko'rsatib qo'ya qolaman. Mana doira tayyor turibdi doira. Albatta bu doirani bekorga o'chirmadim, ki oxirida nima deydi? Kerak bizga muhim narsa. Muhim nima deydi? Obyekt. Keyin nima qiladigan ishimiz buni voy. Mana bu sinoq. Mana yaqinroq olib olamiz, misol uchun mana bunday. Ko'p ketgan o'chirib qo'ydim. Endi qarang. Keyin qiladigan ishimiz mana shuni to'rtburchak bo'lgandan keyin mana bu sinoq qilamiz. Hozir uzr ko'rsatayotganda albatta birinchi kopiya qolaydi buni. Qo'yib qo'yamiz. Tayyor deb tasavvur qilmang, xuddi shunday tayyor bo'ldi. Kontrol albatta kopiya bo'lib qo'yinglar. Kuchaytirib qo'ysam bo'laveradi. Masalan, keyin mana bundan nima ish qilamiz? Buni olib kelamiz yaqinroq. Bundagi atrofidagi liniyalar borku, delete tugmasini bosib o'chirayapman. Delete'ni o'chirasizda, keyin buni o'zini qarang, har bittasi alohida bo'lib qoladi mana rang. Ko'rsatib beray, masalan, alohida rang bo'lib qoladi. Nima bo'lsin? Har bittasi alohida, ko'ryapsizmi? Masalan. Ko'ryapsizmi? Ajralib ketyapti. O'zini guruhidan nima deymiz, yaqinchilarga akukasini ajralib ketyapti. Ctrl Z bilan qaytarib, ularni umumiy bitta gruppirovka qilamiz. Mana shunday qilib videolit qilamiz. 9 ta nuqtasi yonishi kerak. 6 ga 8 ta ekan. Keyin Ctrl yana bitta bosamiz, bo'ldi. Yaxshi, keyin obyektga kirsak, uzr, obyektivga, effektga kirsak, оболочка yoki Ctrl F7 ni bossam chiqib keladi. Bossiz, hozir birinchi o'chiray, mana bu o'chadi, mana bu bittaga qo'shiladi instrument bor. Effektga kiramiz. Mana оболочка bitta bossiz mana chiqib keldi. Keyin nima deyapti? Mana bu bitta bossa yaqinroq kerakda. Bunga bitta bosamiz, keyin mana bu yerda knopka bor. Создать оболочку из deyapti. Buni bitta bosasiz, bunga bitta bosasiz, ko'rdingiz, doiraga aylanib qoldi. Keyin bu strikaga bitta bosasiz, ko'ryapsiz, qiyshiqroq turibdi mana. Mana obyektga qaraganda. Endi nima qilasiz? Mana bu yerga kirasiz, 45 gradusga burab qo'yasiz. Mana joyiga tushdi. Tushuntira oldim? Yaxshi. Keyin nima qilamiz? Tayyor bo'ldi. Mana bularda lishniy elementlar bu tomonga qo'yib qo'ydik. Mana lishniysini o'chirib tashladik. Bu yerdan mana buni ham olamiz, lishniy metga qo'yib qo'yamiz. Masalan, mana men qilganda olamizda bu tomonga qo'yib qo'yamiz. Men tasavvur qiling, hozir men sizlarga tushuntiradigan olib kelaman. Ctrl olib kelishini oldin qo'yib qo'ydik. Keyin oynani yopib qo'ysak ham bo'ladi.
Yine tur burchakda olamizda bu uchidan pastki uchigacha berib nima deydi chizamiz. Chizdim. Shuncha o'ng tugmasi bilan bosib rangini qora qilib qo'ydim. Chap tugmani bosib ham o'zini ham qora qilib qo'ydim. Bitta strikaga bosamiz, bunga bitta bosamiz. Olib kelamiz. Oldiga chiqarib qo'ydim. Instrumentlarga qilib qo'yganman yoki Ctrl Page up, Ctrl Page down'ni bossangiz ham oldinga chiqadi. Keyin qiladigan ishimiz P ni bitta bosamiz, o'zi topib beradi diskning o'rtasini. Bundan keyin bunga o'rtoqlar rang beramiz. O'zi ten, soya. Buni bitta bosamiz. Bosilgan. Chekirib tenni bitta bosamiz. Mana unga kirib hozir polosga verxni spravkani bosamiz. Keyin обычныйga o'tamiz. Rangi qani mana? Ha, mana yetdi ekan. Rangni bu yoqqa kiramiz bu tomonga. Buni oq qilib belgilab qo'yamiz ana. Olib tashlaymiz. Keyin nima qilamiz? Yana bunga kiramiz. Bitta bosib qo'yib, yana bitta bosamiz. Keyin buni ichida nebochi shicheniyani bitta bosamiz. Ko'ryapsiz, o'zgaryapti. Rangini oq qilib qo'yamiz. Bitta sal yorug'ligi katta bo'lib ketdi. Bunga masalan bunga qaraganda buni yorug'ini to'g'irlashimiz kerak. Ctrl Z bilan orqaga qaytib, заготовкаning ichida большой qo'yib, nebochi switchение tabasas mana bunday holatga keladi endi. Endi qarang, mana bu yerda misol uchun yulduzchalari bor. Hozir bitta sekin bosaydan. Yulduzchalari bor. Ko'ryapsizmi? Shu yulduzchalar shakllantirish uchun nima qilish kerak? Bu listga o'tamiz. Kechirasiz, buni ham yaqinroq olib kelib olayda. Tushuntirish. Nima qilasiz? Yaqinroq olib kelamiz. Bitta yulduzchani tanlaymiz. Tayyor turmay bunday qilib turgan bo'lsa, bunchaga kirasiz, yuzishni tanlaysiz. O'shani ma'qul razmerda tanlab olasiz. Mana. Keyin chiqargan tugmasi bosib, liniyasini ko'rsatib olasiz o'rtoqlar. Muammo emas. Keyin sal kichraytiramiz razmerni. Sizdan bitta bosamiz. Keyin hozir effekt ichida razmettis bor. Uning ichida razmettis gaussiy bor. Mana ko'ryapsizmi, o'zgaryapti. Meni nazarimda 10 ham yetadi. Hali yaqinroq bo'lgandir. Endi nima qilasiz? Ctrl C, Ctrl V. Shu turishida. Tepaga bitta qo'yib qo'yasiz, misol uchun. Yana shu turishida Ctrl C, Ctrl V. Bu ham boshiga bitta qo'yib qo'yamiz. Yana Ctrl C, Ctrl V. Bu ham boshiga bitta qo'yib qo'yamiz. Ctrl C, Ctrl V. Bu tomonga bitta qo'yib qo'yamiz. Keyin nima qilasiz? Bitta bosasiz, bitta ham boshqa. Har bittasini shift tushab turib, bittadan nima deydi? Belgilab, keyin Ctrl G bosib qo'yasiz. Oldu, keyin olib kelib ustiga qo'yib qo'yasiz. Bu ham xuddi shunday. Mana qo'yib qo'yamiz. Sharga nima deydi? Effekt beryapti. Yanada yorqinroq, chiroyliroq ko'rsatishga. Shu o'rtoqlar. Keyin bu liniyasini oqib qo'yib, chegarasi ko'rinmay qolgan. O'ng tugmani bosdim. Keyin to'g'ri yo'nalish qanday topilgan? O'rtada ekan. Keyin nima qilamiz? Endi birinchi men listdagi disk degan jumlani yozib qo'yamiz. Yozilgan disk deb bunga yo'q. Uchinchi listda bilan ani bitta bosamizda bosib, substructure bitta bosib, botin qarorda disk kod yozib qo'yamiz. Diskga shahri degan ma'noda katta qilamiz. Keyin buni ichiga bosamizda bitta yozuvlar bor, shuni tanlaysiz. Kayfiyatiga mos. Men o'zimcha tanlayapman.
Ular sal diskonomga pastga tushiraydi. Nima bu o'zgaryapti ko'rmayapman. Şöyle bak, bana vurma ekranı. Va boringki o'zingiz ma'qulini tanlab olasiz. Endi menga OTP'da solyapti. Shu tepaga bunday qo'yib qo'yamiz. Shunday. Shuning bilan darsimiz tugadi bugun. Disko sharini yasash, tayyorlash. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.